joylashib oldik. Vashe superski zo'r ekan. Internetda ko'rib keldik. Judayam toza, ozoda. Internetda ko'rganimizdan ham 100 baravar zo'r ekan. Ko'rinishi ham, umuman obslugaga bo'lsa gap yo'q. Qaranglar, kutib olishganmi? Shoshgardi mana. Вообще chiroyli qilib kutib olishdi gullar bilan. Biz lyuks xonaga joylashdik. Bu yoqdachi shunaqa balkoni bor ekan, judayam chiroyli. Hamma joy zamonaviy, qaranglar. Mana shunaqa judayam yoquvdi menga ham. Xudo xolisa uchastka ham shunaqa qilamiz inshaalloh, niyat qilib ketdim. Bu yoqda mana bunaqa o'tiradigan besetkasi bor ekan joyi. Ra'noxonga yoqdi, ishoninglar, eng glavniysi. Bunaqa xonadan ikkita oldik, Nargiza ikkita qizimga, keyin o'zimizga. Voy, xursandligini, voy! Voy, sizga yoqdimi bu beg'azim? Sizga yoqdimi? Adajoningiz sovg'a qildilar 8-martga. Mazza qilib dam olasiz. Voy, bir pasta menga kelgisi keladi. Jonim, toza havoda adasi mazza qilyapti. Jonim, hozir ko'chalarda aylanib keldik mazza qilib. Videolarni storylarda ko'rib boringlar. Hali reels ham qo'yaman xudo xolisa. Vau, вообще zo'r adasi. Uyutnik. Jonim. Gapirishni qarang. Amma deyishni, keyin aka deyishni o'rganibdi bu. Keyin kashasini berishimdan oldin qorni ochib ketsa, ber deyapti. Be deyapti. Be deyapti mana ko'sham. Voy.